Mana sparklar qilingan proyektdan keyin Google to'q qo'yganmiz. Bunda start etga 4 eshiklari shuncha bo'ladi. Hozir yechish jarayonlari razbordan. Sidenka chiqoqlarini yangilamiz. Bo'lgan ashkalar restavratsiya qilingan joydan qo'ja qilamiz. Qo'jalarni mana chiqoq qo'jasiga moslar qilamiz. Kardinal mana shu Cobra modeli taqiladi Cobraga. Ayollardan gul tashadik. Orqalab bo'yab eshik hammasi. Eshiklarga, orqalab bo'ylarga Admiral yo'nkasidan tayinlab qo'yamiz. Ashkalar ham yangi bo'lib, bo'lsa chizilib, o'chib, mashalan ketgan. Yangi qilib yangilaymiz. Ko'rimiz 100% proyekt tugadi. Orasi bunga qilib bergan xizmatlarimiz patolog, torpeda, 4 teshik shumka bo'lgan, eshik apshikadagi joylarini mana bunday koja qilib, apshikani restavratsiya qilganmiz. Kardinaldan mana bunday Cobra o'rnatilgan. Cobra modeli. Ularga mana bunday o'zini radnoydek qilib qo'llar tikib berganmiz. Biz komplet proyektimiz ideal bo'lgan, tugadi ishlari. Orqalariga Admiral tayyorlab qo'ysa, oldlariga so'ng tashkil qilib qo'yilgan.